Assalomu alaykum, qandaysizlar? Yaxshimisizlar, omonmisizlar? Xavotirmi? Bizning jumimiz bor. Hop. Stroyka, tozalab kerak. Nechta odam kerak? Nechta odam? 3 kishi. 3 kishi yetsa kerak. Kechgacha o'zbek qilamizmi? Nechigacha soat? Siz ishingizcha, siz. Ishingizlar, ha? Ya, Jasim Könder. Ishingizlar, ha? Ya, Jasim Könder. O'tin tushirish kerak, 40 mashina o'tin tushirish kerak. Bugun svet qila olasizlarmi? Bola chaqaga yetyaptimi? Endi oshkorchilik qilsak o'xshamaydi. Qachon endi o'tirdingizlar oxir marta restoran, kafelarda? Ishi yo'q deydi. Kiringizlar. Assalomu alaykum. Bugun endi mehnat bespanotda qo'noq bo'lib ketasizlar. Hech qanday jumush yo'q. Bugun bespanot yeb ketasizlar. Abi qilganmidinglar, qilmaganmidinglar? Endi abi qilyapman. Mehnat bespanotga ulkan og'alarim keldi meniki. Uydagilarga olib borasiz. Bugun dam olasizlar, xo'pmi? Olingiz. Faqat akalar, kam bo'lsa ham ko'p buni ko'ringlar, bugun xudo xolisa dam olinglar, mazza qilib oyoqlarni. Bugun dam olingizlar. Bir duo qilib qo'ysangiz bo'ldi.